Alo, assalomu alaykum. Alo, eshitaman, kim bu? Barchinoy ona, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Ha, rahmat, Xudoga shukr, yaxshi. O'zlaring tinchmi? Sog'liqlar yaxshimi? Alhamdulillah. Bayramlar bilan. Rahmat, o'zingizni ham. Onajonim, bezovta qilmadimmi sizni? Yo'q. Ayni daqiqalarda sizni Toshkentdan tabriklar loyihasidan qo'ng'iroq qilib, xonadoningizga mehmon bo'lib turibman. Rahmat. Bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin onajonim. Ilohim, farzandlaringiz baxtiga doimo sog' va salomat bo'lib yuring. Alloh aytganlaringiz kelsin. Rahmat. Bayram 8-mart bayram bilan tabriklayman. Rahmat, sizni ham tabriklaymiz. Qolaversa, ro'za-yu Ramazon oylari bilan Allohim ibodatlaringizni qabul qilsin deb qolamiz. Rahmat. Birga bo'lsin hammamizga. Barchinoyona, siz uchun chiroyli bir dilnomalar kelgan. Tabriklar loyihamizga nima deb o'ylaysiz? Ushbu chiroyli dilnomalarni kim yo'llagan bo'lishlari mumkin siz uchun? Endi mening bir hozir to'g'risini aytsam, agar Toshkent demaganingizda bolalarim, qizlarim deyishim mumkin edi. Toshkent deganingizda mening bir Toshkentda bir qizim bor, ko'rgansizmi yo'qmi bilmayman. Jiyanim shu bo'lsa kerak menimcha. Mayli. Toshkent deganingiz uchun Oygul qizim. To'g'ri topdimmi? Yo'q, topolmadingiz. Topolmadimmi? Unda kim yordam berasizmi? Albatta, ushbu omonat tabriklarni sizga o'qib eshittirsam va so'zimiz oxirida kimdan ekanligini o'zingiz bilib olasiz. Mayli, bemalol. Unda bizni diqqat bilan tinglang. Assalomu alaykum. Suv va havoyimdek aziz insonim, mehri daryo, mehribonim onajonim. Sizga bu tabrikni yo'llar ekanman, ichim to'lib ketyapti. Chunki siz men uchun oddiy ona emassiz. Siz butun dunyoyimsiz. Otasiz bolalarni katta qilish bu oddiy sinov emas. Bu har kuni kurash, har kuni sabr, har kuni duo degani. Siz esa shu kurashni yuzingizga tabassum bilan yengdingiz. Qalbingizdagi og'riqni bizga bildirmadingiz. Bizga mehr berdingiz, ishonch berdingiz, orzu qilishni o'rgatdingiz. Hech qachon hech kimdan kam qilmadingiz. Biz uchun ham ota, ham ona bo'ldingiz. Bu uchun sizdan umrimizni oxirigacha qarzdormiz. Qancha yaxshilik qilsak ham sizga siz qilganlar oldida bizniki hech narsa bo'la olmaydi. Onajonim, ilohim umringiz uzoq, sog'ligingiz mustahkam bo'lsin. Endi siz faqat orom oling. Baxtimizni ko'rib quvonib yuring. Doimo lablaringizda tabassum ila quvonib yurishing. Shuni bilingki, siz men uchun butun olamsiz. Onajonim, bugungi kuningiz, yoshingiz muborak bo'lsin. Sizni juda yaxshi ko'raman deya, ayni damda sizni mehribon hamda oqko'ngil, siyla-yu rahmdil farzandlaringiz Nilufarxon opa, Salimaxon opa hamda Zafarbek, Dostonbek akalar, kelin va nabiralaringiz chin qalbdan tabriklab qutlamoqdalar. Onajonim. Rahmat. Onajon, ko'zlaringiz hech qachon g'amdan namlanmasin. Hamisha quvonchdan porlab tursin. Mana shu farzandlaringiz, qaro ko'zlaringiz baxtiga doimo o'zingizni shiringina joningizni asrab avaylab yuring. Rahmat. Salomat bo'ling. Onajon, sizning ham farzandlaringizga onalik duoyingiz bo'lsa, marhamat aytishingiz mumkin. Bor albatta. Marhamat. Hayajondaman-da. Ana shu meni tabriklagan qizimni bolalarga qarab o'tirsan. Bu xo'jayini bilan Qozog'istonga ketdi. U xayolimda yo'q qizim. Jiyanim deb o'ylabdim. U jiyanim mehribon, shunday mehribon. U hali tabriklagan yo'q, endi tabriklaydi xudo xolasa. Hamma qarindoshlarim, singillarim tabriklab yotdi. Bolalarim o'ssin. 59ga kirdim xudo xohlasa. Bu 59ning 2-3tasini ko'rsin bolalarim. Qo'shqanlar bilan qo'shcha qarsin. Allohim nevaralari ko'p bo'lsin. Boshlari to'ydan chiqmasin. Allohim sog' salomat bolalarning oldiga kelib qolsin. Ilohim. Umrlari uzoq bo'lsin, qo'shqanlar bilan qo'shcha qarsin.
Ilohim, aytganingiz kelsin onajon. Siz ham ularni Rahmat, baxtiga shukayam doimo qizim, sog' rahmat. salomat bo'lib yuring. Ro'zalar bilan, ibodatlar bilan charchamang. Bugungi kuningiz xayrli va mazmunli o'tsin deb qolamiz onajon. Men uchun ajratgan qimmatli vaqtingiz hamda Rahmat. ajoyib suhbat uchun sizdan Rahmat, minnatdorman. qizim. Xayr salomat bo'ling, Rahmat. Allohga omonatsiz. Bayram yaxshi o'tkazinglar. Rahmat, qizim. salomat bo'ling. Omadlaringni bersin, martabalaring ulug' bo'lsin hamisha. Ilohim, Sog' aytganingiz salomat kelsin. kelib qolsin bolalarning bag'riga. Ilohim, xayr salomat bo'ling, Allohga omonatsiz. Aha, rahmat, xo'p. Onajonim, siz mehribonim. Onajonim, siz xushsabon.